Hindiston Yer shari strategiya xabar kanali Sharq Turkiston sürgün dokumentining bosh ministri va Sharq Turkiston uyg'un sharkitining mas'uli Salih Xudoyarni ziyorat qilgan. Hindiston Yer shari strategiya kanallari yasatchisi Amitabh Behravi Salih Xudoyardan Xitoy davlatining birinchi qo'l rahbari bo'lgan Xi Jinpingning planlanishi bilan navbatda Sharq Turkistonda yuz berayotgan Uyg'ur va boshqa turk millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosati, Kambojda va O'rta Osiyodagi Tojikiston qatorliq taraqqiy qilayotgan davlatlarning Xitoyning bostirishidan qochib chiqqan Uyg'ur siyosiy panohlanuvchilarni Xitoyga qaytarishda qilmishini, Pokiston va boshqa musulmon davlatlarning Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni bostirishiga ko'z yumishi, hatto ochiqdan ochiq Xitoy bilan bir safda turib Xitoy hokimiyatini qo'llashi, Xitoyning Uyg'urlarga terrorchi qalbiqini kiydirib, qayta tarbiyalash bahonasi bilan qonliq bostirish epag'anligi qatorliq masalalarni so'raganda Salih Xudoyar Xitoy kommunist hokimiyati Sharq Turkistonni besib olgan kundan boshlabla Uyg'urlarni har xil yo'l bilan yo'qotishni boshlab etgan. Masalan, milliy bo'lgunchilik nomi bilan 130 mingdan ortiq odamni yo'qotgan bo'lsa, tug'ut cheklashni bahona qilib 4 millionga yaqin bovoqni majburiy homila tushirish yo'li bilan yo'qotgan. Sharq Turkistonda atom sinaq qilish bilan 750 ming kishining atom ta'siridan o'lishiga va har xil g'alit kasal bo'lishiga sabab bo'lgan. Uningdan boshqa bir qancha qitimliq tinch yo'l bilan namoyish qilgan Uyg'ur xalqini qonliq bostirgan. Navbatda atalmish qayta tarbiyalash nomi bilan jazo lagerlarida begunoh insonlarni qattiq qiynamoqda va o'ldirmoqda. Inson qalbidan chiqqan jinoyat o'tkazmoqda. Birinchi qo'l jallod bo'lgan Xi Jinping va uning agachkuchilarining xalqaro sud tarafidan sud echilib, cho'qim qattiq jazolanish kerakligini, Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlar Xitoyning Uyg'urlar qaratgan milliy qirg'inchiligini bak kechikib tunib yetgan bo'lsa-mu, yanada Pokiston va boshqa musulmon davlatlarning Xitoyning puliga setilib bir safda turganligini so'zlab, yaqinda xalqaroda ko'p davlatlarning Xitoyning bu vahshiy qilmishini qattiq ayblayotganligini, har xil yo'llar bilan Xitoyga qarshi tadbir qo'llanayotganligini, xalqaroda Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi aniq milliy qirg'inchilik deb jakarlanganligini ta'kidladi. Salih Xudoyar yana 1949-yili Xitoy Sharq Turkistonni besib olganda siyosiy panoh tilab chiqqan Uyg'urlarni Hindiston hukumatining qabul qilganligini eskartib, Hindiston hukumatiga rahmat aytib, Hindiston hukumatining xuddi Tibet xalqini qo'llagandek Uyg'urlarni qo'llashini umid qiladiganligini bildirdi.